Assalamu alaykum aziz yurttaşlar, qadrli görürmenler, hammalarning yakshanbalar xayrli bo'lsin. Uyg'ur Akademiyasi Akademiya söhbeti hoş geldinglar. O'tgan haftalarda biz Uyg'ur Akademiyasining Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash yo'lida qilayotgan xizmatlari va ba'zi projektlardan ma'lumot bergandik. Bugun shu projektlardan biri bo'lgan Uyg'ur milliy ma'rifini qo'g'dash va taraqqiy qildirishning eng muhim bosqichi bo'lgan ana tilda ta'lim tarbiya xizmati elib berish uchun kerakli bo'lgan darslik tuzish plani haqida to'xtalib o'tamiz. Hammamizga ma'lum, dunyoning har qaysi joylarida bolalarimizni ana tilida tarbiyalash, bolalarimizni ana tilida tarbiyalash va Uyg'ur madaniyatining davomlashishini kafolatlantirish uchun nurg'un fidokor ana til o'qituvchilarimiz bu ishga jiddiy qarayotgan tashkilotlar, ziyolilar o'z kuchiga tayanib bir qism darslarni tuzib Uyg'ur tilini o'rgatish xizmatini qilib kelyotidi. Uyg'ur xalqi bu fidokorlarimizga minnatdor albatta. Bir millatning milliy ma'rifida o'rtaq ideya, o'rtaq nishon bilan kelgusi avlodlarni tarbiyalash bekmi muhim. Chunki o'rtaq ma'rif birlikka kelgan inoq ittifoq bir jamiyatning, bir millatning barliq kelishi kafolat qiladigan muhim omil. Shunga Uyg'ur Akademiyasi necha yildan buyon bu temada izlanayotdi. Hozir bu tema bir projekt turi bo'yicha loyihalanib, atrofli plan tuzilib, shu plan bo'yicha ba'zi ishlar qilinayotdi. Ekranda mush projektda vazifa elib ishlayotgan fidokor ziyolilarimizning bir qismini ko'rib turibsizlar. Albatta, nurg'un ziyolilar bu ishga hassa qo'shyotdi. Qiynamsa men ularni ekranimizga taklif qilay. Sulaymon Demirel Universitetining dotsenti, filologiya fanlari mutaxassisi, rus tili muallimi, Dunyo Uyg'ur qurultayi ma'rif komitetining mas'uli Dilnur Qasimova xonim. Hoş geldiniz. Assalomu alaykum. Aleyküm salam. Raila Qashqari, dotsent doktor, İstanbul Üniversitesi Hazırki Zaman Türk Tilleri ve Edebiyatları bölümü o'qituvchisi, filologiya fanlari tadqiqotchisi. Siz mi hoş geldiniz? Rahmat. Gülnar Aziz, hammamizga tanish, ta Amerikadan qatnashyapti. Yana Uyg'ur tili o'qitish va o'qitish xizmatida xizmat qilib kelyapti va bir tadqiqotchi, Harvard Universiteti Osiyo tillari va madaniyatlari fakultetining o'qituvchisi. Hoş geldiniz sizmi? Hoş buldum, rahmat. Subhinur muallim, Oku Uyg'ur Bilik yurtining o'qituvchisi, Kastamonu Universitetida Türk tilleri ve edebiyatı bölümünde magisterlikni bitirib, mush sohada tadqiqot va Uyg'ur tili o'qitishi bilan shug'ullanayotgan tirishchan yoshlarimizdan birisi. Siz hoş geldiniz ukam. Hoş buldum, rahmat. Lale Hanım, Fatih Medeniyet Merkezi'de ishlayotdi. Hozir pianino o'qituvchisi bo'lib, Atatürk Üniversitesi'de balalar ma'rif kasbini o'qigan, Marmara Üniversitesi'de filologiya maslahatchiligi kasbini o'qigan yosh ziyolilarimizdan birisi. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk ustaz, rahmat. Hammalarga rahmat aytaman, vaqtinglarni chiqarib bugungi programga qatnashyapsizlar. Endi programımızdan başlayaylik, vaqtni ching tutib. Men Raila xonimla, Raila muallimla başlayamsa, bu projektda mas'ul bo'lish sifati bilan bizga bu projekt haqida ma'lumot berdi. Raila xonim, bu projekt qanday boshlandi, planning mazmuni nima, hozirgacha nima ishlar qilindi? Qisqa javob bergan bo'lsangiz, marhamat. Rahmat. Oldi bilan meni bu to'g'ri taklif qilib, bu projekt haqida ma'lumot olishni to'g'ri ko'rganlar uchun men rahmat aytaman. Projekt haqida uchur bersam, bu bizning chet eldagi Uyg'ur bolalarimiz uchun darslik kitob tuzish plani Uyg'ur Akademiyasida 2017-yildan beri kun tartibida bor bo'lgan bir masala. Lekin har xil sabablar tufaylidan bu ish sistemli qilib ishlanmadi. 2019-yili Mehbrat ma'lum esingizda bor balkim, Olimjon ma'lum bilan ish ko'ylan eldan boshlab kitobni tuzib, lekin uning orasiga boshqa ishlar kirgandan keyin cheklik inson kuchi, shuning bilan oxiri bu ish yana davomlashamay qolgan. 2021-yili qayta yana yig'inlar ochilib, bu ish yana kun tartibidagi eng muhim bir vazifa ekanligi ta'kidlanib, shunaq bo'lganda, shu gaplar bo'linganda, men undan burun qo'limda boshqa projelar bo'lgani uchun bu ishga tashabbuskorlik bilan kiramagan edim.
2021 yılın ahırdaki yığında ben kulumdaki işlerini biraz tügütüp bir vaqt ayıralaydiganlygymga közüm yetkenden keyin bu işni ben üstümge aldım. Şuna bilen biz 2022 yılı 1. ayının 9. günü bu projeye başladık. Bu bizim projektimiz yürüşlük ana til materiallarını tüzüş projekti bulup 5 yıllık bir plan tüzüldü. İki basqıçqa bölüp işleş planlandı. Bununki birinci basqıçı 2 yıl, ikinci basqıçı 3 yıl. Planlanan işler yürüşlük ders materyalları tüzüş ve bu yürüşlük materyaller 3 yürüş kılıp tüzülüş. Bunun birinci yürüyüşü 1. sınıftan başlap 12. sınıfgacha 12 kitap. Onun qo'shimcha materialları. İkinci yürüyüşü chet ellardagi boshqa til bilan ma'rif tarbiyasi ko'rib, Uyg'ur tilidagi hozirgi kurslarga qatnashish yashini eshib ketgan 14-15 yoshdagi hatta 14 yoshdan 18 yoshgacha deylik bolalarninki Uyg'urcha o'rganish uchun bir yurishlik material. Üçüncüsü her xil kurslarda Uyg'urcha o'rganishni xohlaydigan, ammo Uyg'urchani hech bilmay cho'ng bo'lib ketgan bolalarimiz uchun, yoshlarimiz uchun saviyaga qarab o'qiladigan. Buningda kitobni A1, A2, B1, B2, C1, C2 qilib tayyorlamoqchi. O vaqtda bular qaysi saviyaga kelgan bo'lsa, imtihon berib, shu saviyadan boshlab davomlashtira oladigan qilib buni ashundaq planladik. Bu shundaq 3 yurishlik material planlab biz ishga boshladik bu yilning 5'ida. Endi biz bu ishni qilganda qandaq bir prinsip tuzdik? Biz qaysi prinsipga asosan bu materiallarni tuzdik degan vaqtda materiallarimiz Uyg'ur kimligini, Uyg'urlarning fikr sistemasini va qimmat qarashini chet ellardagi bolalarimizda davomlashtirish nuqtasidan turib bu ishni qiladi. Undan keyin hamkorlashishni xohlaydigan jamiyat, tashkilot va shaxslar bilan hamkorlashish, bu orqali bizning nihoyatda cheklik bo'lgan odam kuchimiz va iqtisod manbamizdan nihoyatda unumli darajada foydalanish. Yani birisi shaxsni yoki tashkilotni gavdalantirish emas, balki avlodlarimizni va Uyg'ur jamiyatining bir butunligini markazga olib turib bu ishni bitirish. Hammadan muhim bo'lgani, ya'ni muhim deganimizda bu ishning qanchalik sifatli bo'lib chiqishida muhim bo'lgani, mutaxassislarning o'rtaq ahli bilan qaror olish. Bu yerda kitobning ismidan, kitobning ichidagi mazmunlardan tutib, kitobningki ko'rinishigacha hammasida cho'qim o'rtaq aql bilan, mutaxassislar bilan ish qilish. Bu prinsiplar bilan biz bu projektni ishlashga boshladik. Endi bu projektda kimlar ishlayapti degan vaqtda bizga maslahatchi bo'lib 3 pedagog ishlayapti. Birisi professor, shu ma'rif sistemasida ishlayotgan, birisi doçent, birisi magistr tugatgan o'qituvchi. 12 kishi bu materiallarni tuzyapti. Hozircha bizning tahrirlarimiz 6 kishi. Korrektor, maxsus korrektor olarak ishlayotgan bir kishi bor. Undan boshqa bu kitobni tuzayotgan 12 kishimi aslida o'zlari korrektor. Buni qog'ozga yozib bu korrektorga avatib bermaydi. O o'zimi bir yoqdan yozadi. Chunki bu materiallar ko'p ish talab qildi. Shuningga bularnimi yana korrektorlik xizmatini birga qilyapti deb aytsak bo'ldi. Ondan keyin biz bu materiallarni 3 yoziqda tayyorlayapmiz. Latin yoziqi, Slavyan yoziqi va bizning vatanda hozir rasmiy, hozir demay 2017gacha rasmiy ishlatilgan arab yoziqi. Nemishqa bu 3 yoziqda qilamiz. Buni balki shu suhbatimizning keyingi bosqichlarda yana tilga olishimiz mumkin. Bu munosabat bilan yoziq aylantirish yine ayrı bir mesele bo'lyapti. Chunki 3 yoziqda 3 xil material tuzish emas, bizniki Uyg'ur arab yoziqida materialni tuzib, undan keyin buni boshqa yoziqlarga o'zgartirish, bu shaklda sistemli bir ish plani tuzdik.
5 rəssam bilan işlədik hazırgacha. Ondan keyin bet və muqavel ayırgıcı kişilərdən 3 kişi bilan işləvyatdımız. Bu 2 yıllık plan muşu yılın 2022 yılının 1. ayda başladı dedik. Bu 2 yıllık planın içinde hazırgacha nimeler kılındı ve bu 2 yıllık plan neme işlerini tutturmakçı 2023'ün ahırda. Degan meselede biz hazırgacha oyun kartlarını 33 kuta oyun kartı tayyorladik. Her bir kutuda 60 kart var. Bu 33 kutu kartdan hazır 12 kuta nashr qilinishga tayyor holatda. Qolganlari 2 kuta tahrirlik bosqichida, qolganlari betlaylash bosqichida. Ya'ni yezildiganlar, sizildiganlar hammasi tugdi. Resimlik lug'at hozir Rahmat, Raylamalım. Konkret qilgan xizmatlarni yana qayta tafsirlayerek birden turib yana deyişeli bulamda. Köp rahmat bergen uçurlarınız üçün. Endi siz dep ötüp ketdiniz, 3 xil yezikda tayyorlavyapmiz dep, endi nima uchun mushtaq qilamiz deganda hozir endi Yevrasiyadagi Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondagi Uyg'ur maktablarini ko'zda tutildi, shundaqmi? Endi biz Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondagi Uyg'ur maktablarininki ahvoli bilan munosabatlik Dilnur xonim bilan azroq paranglashaylik. Dilnur xonim, bu maktablardagi Uyg'ur tilininki ögütülüş ahvalini qısqacha bir tanıştırıp ötüp ketken bolsanız, ularninki elifbesi birlik kelgenmi, yoki kitoblari birlik kelgenmi, yoki hammaga o'z oldiga kitob tuzib shundoq o'qityapti. Marhamat. Rahmat. Endi maktablar, Uyg'ur maktablarga kelsak, Qozog'istonda vatanimizdan sirt birdan bir Qozog'iston bo'la, bizningki Uyg'ur maktablarimiz hozir taraqqiy qilyapti. Bu maktablar endi hukumat sistemasidagi maktablar, muntazam maktablar desak bo'ladi. U yoqda endi bizningki bolalarimiz Uyg'ur tilida butunlay bilim oladi. Shuningda ana tilimi bor, adabiyot va boshqa fanlardan Uyg'ur tilida bilim oladi. Endi darsliklarni butunlay shu 0 sinfdan tortib shu 11-sinfgacha bo'lgan darsliklarni hukumat tarafdan Fen Ministerligi rahbarligida shu avtorlar yezib chiqdi. U tasdiqdan o'tilgan kitoblar. U muntazam kitoblar desam bo'ladi. Endi Qozog'istonda 11 Uyg'ur maktabi bor. Yana undan boshqa 60 maktabda Qozoq, rus maktablarida Uyg'ur sinflari bor. Shu sinflardami shunga o'xshashli bilim oladi. Shu kitoblarni va o'qish qurollarini hukumat ta'minlab berdi. Endi bu maktablardan boshqa o'quvchilar qaysi tilda o'qiydi deganda, albatta ular rus tilida, qozoq tilida, qirg'iz tilida, o'zbek tilida bilim oldi. Endi bularga bo'lgan darsliklar albatta ularga muhtoj, ular shunga o'xshash biz hozir yozayotgan kitoblarga muhtoj bo'lyapti. Chunki ularga hozir maktabdan sirt bilim oladigan o'qish qurollari yo'q. 14-yılı mening esimda 2005-yılı, 2006-yılı Uyg'ur tilini mustaqil o'rganish degan bir kitobimiz chiqqandi. Uni men avtorlikda men yozib chiqqan. U Uyg'ur tilini rus tili orqali o'rganadigan kitobdi. Endi O'zbekistonda bo'lsa, maktablar bir vaqtlarda selinib vaqti, lekin ustozlarning yo'qligi, anakin bolalarninki kamish ahvoldan bu maktablar hozir yopilib qolgandi. Qirg'izistonda shundaqla ahvol. Uyg'ur jamiyati bor, ular hammasi bir yerda yig'inchoq yashaydi. Biroqda shu bilim oladigan markazlarimiz yo'q. Biroqda shu Qirg'izistonda, O'zbekistonda ma'lumotlar bo'yicha shu yakshanbalik maktablarimiz bor. Shu ana tilini o'rganadigan kurslar bor. Muallimlar, bilimdor ustozlar ular o'z oldiga shu bilguncha darslarni o'tyotdi.
Endi bu bizniki bugun yezayotgan, mushu tayyorlayotgan darsliklarimiz nihoyatda ahamiyatli. Chunki boshqa darsliklarni bizga yezib beradigan hozir hech kim yo'q. Bizniki Qozog'istonda bo'lsa, u bizning muntazam maktablar uchun ishlaydi. U maktablardan sirt qolgan shu o'quvchilarga mushu bizning kitoblarimizni nihoyatda muhim ular ustozlarimiz kutyapti hozir. Shuning uchun biz bu kitoblarni kiril yozigiga ko'chirishga tirishyapmiz. Lekin yana birisi Qirg'izistondagi ustozlar mushu bolalar arab yozigiga qiziqib, Uyg'ur arab yozigiga qiziqib, shuni o'rganyapti. Agarda mumkin bo'lsa, shu bizniki hozirgi tayyorlayotgan materiallarimizni shu arab yozigida bo'lsa-mu bizga olib bersanglar deb murojaat qilyapti. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Ben Uyg'urlarninki bir cho'ng bir qiyinchilik bu endi. Yezigininki birlikka kelamaslig'i, hozir ham 3 xil yeziqda bu kitobning tayyorlanishi haqiqatan nihoyat qiyin ahvollardan birisi. Bu jihatda endi Demirxon rahmat aytaman. Qandaq ishlar, qandaq tahrirlik xizmatlari qilindi. Gulnar xonim siz shu tahrirlik xizmatlarini qildingiz. Siz ozroq endi bizga ma'lumot bergan bo'lsangiz, marhamat. Bo'ldi, rahmat. Oldi bilan shunday bir fursatni o'rinlashtirgan Uyg'ur akademiyasiga rahmat aytaman. Mahfirat xonim, sizga rahmat. Shu bu projekt hamda yolg'iz Uyg'ur akademiyasining yoki yolg'iz bir guruhning tashkiliy xizmat emas, butun Uyg'urlarning masalasida hamda vatanda til darslari to'xtatilgandan keyin vatanda bu darslik materiallar botdi hammamizning xabarida bor. Sirtda o'xshamagan universitetlarda, o'xshamagan joylarda yoki bir shaxslar tuzayotgan darslik materiallarmi bor. Ammo biz bayam Rayla xonim deb o'tib ketgandek, nima uchun buni muhim o'rin qo'ydik desak, butun umumiy shu chet elda yashayotgan Uyg'ur xalqining kelgusi avlodlarimizni Uyg'ur qilib yetishtirish uchun Uyg'ur kimligini oldingi o'ringa qo'yib turib, darslik materiallardagi masalan burun vatanda tuzilgan Xitoy tarafidan majburiy kirgizilgan kompartiyaga oid Xitoyning propagandalari bor. Bundaq elementlarni elib chiqarib etib, andan keyin O'rta Osiyoda biz masalan vatandagilar bilmagan, tushunmagan, bizga nisbatan biz vatan o'qigan chog'da nurg'un odamlarimizni, qahramonlarimizni to'nmay o'tib ketibganmiz. Ularni kirgizish muhim. Shu bir butun dunyodagi Uyg'urlarni bir gavda qilgan asosda boshlang'ich birinchi yillikdan tortib to'liq o'tirni butunigacha sistemalik darslik material tuzish bu bir asos nishon bo'ldi. Endi buning uchun masalan biz yana shu yoziq masalamiz bor. Masalan Farsi va arab tili asosidagi kod yoziq deymiz biz ham Uyg'ur yoziqi. Bu eng asos hamda anadagi O'rta Osiyadagilar kirilcha ishlatyapti. Anadagi hozir yana yaqinda latinchaga o'zgarayotgan ishmi bog'i deyman O'rta Osiyada. Masalan, bu Yevropa ellerida bolalar ingliz tili yoki indo Yevropa tillarida o'qiyotgandan keyin latincha oson tuyuladi ular uchun. Shu munosabat bilan biz ham hamma yerda keng biz chechilib hozir yashayotgandan keyin buni bir hozir o'tkinchi bosqichda shu 3 xil yoziqda imkon qadar biz bolalarimizga osonlik yaratib berish uchun hem shu kod yoziqimiz, ya'ni arab farsi tili asosida tuzilgan kod yoziqimiz, hem kirilcha, hem latincha shu darslikni o'xshash materialni 3 xil yoziqda tayyorlab bersak, bolalarimizniki buni azm qilishi, qabul qilishiga oson bo'ldi deb o'yladik. Bu jarayonda tahrirlash aksada chiqyapti, qanaqa? Ashlab o'tida biz ovozimizni o'chirib o'taylikmi? Bo'ldi, rahmat. Tahrirlik xizmati jihatda men asos jihatdan shu Rayla xonim boshchiligida guruhidagilar ishlab bo'lgan materialniki latin Uyg'ur yoziqini eng oxirgi qatim bir ko'zdan ko'rib, kechirib tahrirlashmi deb ketgilolmaydi. Eng oxirgi qatimda bir sifat kontrolligini tekshirib qilyapman. Bu jarayonda nimani his qildik desak, albatta bizning hozir to'rda bu 3 xil yoziqni bir-biriga aylantiradigan qurolimiz bor.
Ama bunu bunda avtomatik aylandırgandan keyin onun üstünden yana bir ko'rishimizga to'g'ri keldi. Masalan bizniki masalan ü mesela anandan keyin masalan hıngi deganni Uyg'urlar tili yozig'ida ne bilan g mushtaq harf bilan ifodalaymiz. Aşılarda endi yana tübidan bir ko'rib chiqish to'g'ri keldi-da, to'liq 100% aylandırg'ili bo'lmaydi. Uni ko'zdan qochirib qo'ymay bir ko'rishga to'g'ri keldi. Undan boshqa yana bu shu jarayonni men nimani his qildingiz desangiz, bizda mana bu Arab yazıqı asosidagi Uyg'ur yazıqimizda, kod yazıqda cho'ng kichik harf farqimiz yo'q emasmi? Baş harfni cho'ng yozamiz, ya jumlaning beshidagi harf cho'ng yozildi, odam ismlari, yer joy nomlarining baş harf cho'ng yozildi degandek mazmun u bo'lmaganligi ifodalanmagan ekan u yazıqda. Endi mana kirilchaga, anaqdan keyin latinchaga aylantirgan chog'da buni endi bir qiyinlashtirsak bo'ldigan o'xshaydi degan yerga kelib qoldim. Buni Rayla xonim bilan buncha maslahatlashdik. Masalan, latinchaga yo kirilchaga aylantirgan chog'da biz endi shu yer joy ismlari, masalan, odamning ismlari mushundaq nimalar kelgan chog'da bosh harfni ashuni cho'ng yozsak, mayli tekstning ichida bo'lsin-mu, shu harfni mana bu ingliz tili yoki latin yazıqı asosidagi nimalarga o'xshash baş harfni cho'ng yozsak, jumlaning beshidagi birinchi harfni cho'ng yozsak degandek mushundaq ushaq masalalar har xil nimalar chiqib turdi ekan. Endi yana davomli buni ishlash jarayonida yana nurg'un masalalarga duch kelamiz albatta. Buni endi hammamiz bu yerda asli o'zimizning hammamizning xizmati bor. Xizmatning sirtida endi shu qo'shimcha kesh vaqtlari, shanba yakshanba dam olish kunlari mushtaq bir fidokorlik ruhimiz bilan ishlayapmiz. Yana shu nima uchun? Xalq uchun, kelgusi avlodlarimiz uchun, Uyg'urligimizni yo'qotib qo'ymay davomlashtirish uchun. Rahmat. Ko'p rahmat, ko'p rahmat. Subinur singlimizmi bu proyektning bir uchidan tutqanlardan. Siz nima ishlarni qilyapsiz ukam? Biz şu proje başlanğan vaqtdan başlap eng başta ilipba bilan başlaylı deb shunday deyishgan. Shu bilan bu projening ichida menga o'xshash yana bir qancha sabtashlarimiz bor, yosh ziyolilar bor. Shular bilan bo'lishib avval ilipba qismini tuzdik. Ilipbani asosan tugitib bo'ldik. Tugab bo'ldi uningki harflarni, uningdagi nimalarni, ilipbaninki ko'nikma qismini tugitib qilib bo'ldik. Endi boshqa darslikdan nima vatanda chiqqan dars kitoblardan tekst tanlab qilayotganlarmi bor. Men hozir shu ichida bizning rasmlik lug'at qilayotgan biz kichik bolalarga mos bir shaklda şu lug'atdan har birimizga bo'lib berayotgan bo'lgan qismlarni shu so'zning ma'nosi bilan hamda shu nimasi bilan so'zningki jumla ichidagi kelish oddiy jumlalar bilan ko'rsatib nima qilib lug'at tuzyapmiz hozir. Men shu xizmatni ichida lug'at tuzish guruhida. Nurg'un jihatlardan nurg'un ishlarni qilish kerak. Endi bu ish asli bir davlatda cho'ng bir qo'shin qildigan ishlar. Bizning yana odam kuchi yetishmaydi, odam kuchimiz oz deganimiz bilan yana yetishgan ziyolilarimiz yana qo'ldan kelganini qilyotdi. Rahmat Subinur. Lala qizimizmi endi mush ishda muhim ishlarning birisini qilayotganlardan. Siz qaysi ishlarni qilyapsiz? Ovozingizni aytib men aytib bo'ladimi? Merhamet. Assalamualaikum hörmətli ustozlar. Men qilayotgan ishimni deyishdan burun başta o'zimni bir tunishtirishni to'g'ri ko'rdim. Chunki qilgan ishim kasbim bilan va barliq qilayotgan ishlarim bilan bog'lanishib bo'lganligi uchun men Atatürk universitetida bolalar ma'rifida o'qidim. Uningdan keyin Marmara universitetida psixologiyalik maslahat kasbida aspirantlik o'qidim. Men mush taklif kelgandan keyin shunchalik bu ishning intayin muhimligini anglaplam his qildim, bildim-da. Bolalar ma'rifida, psixologiyada va olgan barliq eğitimlerimiz deymiz. Tarbiyamizda,
bu to'g'riliq biz bek jiq narsa o'qiganchu. Men buning maktabdan sirtidimi nüfuzluq universitetlarning kurslariga qatnashib, mush rasm bilan davolash, rasm orqali bolalarning xarakterlarini bilib chiqish, muzika bilan davolash degan o'xshash nurg'unlagan kurslarda o'qigan. Bu taklifni olgandan keyin biz qizim bilan birga sizdik. O'zimga başta bir nişan belgiledim sizishdan burun. Birincisi, en başta bu sızgan resim balalarni qanday qilib o'ziga jalb qilish. Chunki kichik bola nimaga qiziqsa shu qo'lidan tushmaydi. Nimani yaxshi ko'rsa u qo'lidan tushmaydi. Shuning uchun men sizga rasmda cho'qim balalarni o'ziga jalb qiladigan, o'ziga tortadigan bir mazmun bo'lish kerak deb buni o'yladim. Ikkinchisida balalarning psixikasi qanday ta'sir qiladi. Masalan, sızgan resim balalarga har zaman umid beradigan, xushallik beradigan, jasurlik ato qiladigan. Mush narsani psixologiya jihatdan balalarga singdirish buni o'yladim, maqsad qildim. Üçüncüsünde dedim bütün bu dünyadaki balla bu materyalini ko'radi cho'qim. Ve bu balalarning hammasi boshqa bir kültür medeniyetde tug'ilib cho'ng bo'layotgan balalarda. Shuning uchun cho'qim buning ichiga bir Uyg'ur millatining xosligini va madaniyatini singdirishim kerak cho'qim deb o'yladim. Masalan, atlas ko'nglik, badan doppa, barliq bizningki vatanda yashayotgan, bizning kichik vaqtlarimizda shu xoslik bilan cho'ng bo'lgan-ku biz. Shu madaniyatni singdiray. Bu rasmning ichidan balalar ko'rib, ha, mushunda ishlar bor ekan. Mening opam dadam manda yashapti ekan. Bizning Uyg'ur millatida manda kültür madaniyati bor ekan. Bu singsin deb o'yladim. To'rtinchisida bir rasm orqali ko'p xil narsani o'rganish. Buni maqsad qildim. Masalan, bir rasmda Baturlik tasvirlangan bir rasmda Chintumir Batur qo'shoqlari bor. Buni kirgizdim. Uningdan keyin Abduxoliq Uyg'urning she'ri, Abdurim O'tkirning she'ri, uningdan keyin Naqshba masalan bir qora bosgan rasmda balalarga amalla uning qo'rqinish va azob emas, bizning anglagan bir naqshimiz bor-ku, kirib qopti onam tushimga degan. Uning ichida Uyg'urcha Naqshba, uningdan keyin bir rasmda masalan meningki yurtim Atushning og'iyisida. Mening kichik vaqtimda dadam buloqdan Epkesh bilan suv ko'tarib kelib, tungi qachlab, biz qish bo'yicha shu suvni ichdik. Men o'yladimki, mushuni kirgizsam, bu bala bu rasm orqali u idiomni yoki qarim-qarshilik so'zni emas, muallim buningdagi ko'targan narsaning ismi nima? Epkesh. Buni nima qiladi? Suv tushiydi. Nimishqa? Chunki yizilida bizning qurg'oq bo'lgi bo'lganligi uchun suv qisqa, suv naytiliqi qisli bo'lganligi uchun buloqdan ashundaq yerlardan suvni olib ashunda ichidi. Shu jafolida shunda qaysar yashagan insonlar buni o'rganish. Onundan keyin davozlik bor. Bizning masalan davozlik chiqqan vaqtda ham davozlik so'zni o'rganadi. Ham bizning odil batigo Guinness rekord yaratgan dunyoda. Masalan, ulug' shaxslarni o'rganadi masalan. Har zaman bolalarga shundaq dard bilan yig'lab turib biz bichar ko'rsatgan emas, bolalarga umid beradigan, shundaq ichimizdami botur, bilimlik insonlar chiqadigan, umid bag'ishlaydigan, har zaman o'rgatadigan, shuni kirgizay deb o'yladim. Uningdan keyin 5-sida mening balam 12 yosh. 12 yosh va osti balalarga ba'zi rasmlarni ko'rsatish orqali dedimki, tasavvur qilib baqsinki, mening mush tutgan yo'lim to'g'rimi deb. Masalan, qizimga bir sizga rasmni ko'rsatgandim. Yurak to'xu ana, yurak to'xu dedi. Aslida to'xu yurakni sizgan. Shunda kulib ketdim. Men uni hech qanday chiroy ifoda qilmay ko'rsatgandim. Ondan ha deb balam asli bu to'xu yurak degan bir idiom. Buning ma'nosi mandaq. Yana bir rasmda o'tin quloq dedi. Shunda kulib ketdim. Ondan ha bu balalarning isida bek tiz qolgan dedim. Yog'och quloqda aslida ondan balam bu yog'och quloq deb onam nasimdi bu yog'och quloq degan gap anglamaydigan insonlarni biz yog'och quloq deymiz deb. Hem qiziqarliq, hem shunda psixologiya bo'lsin, hamma jihatni tang jug'urgan bir rasm bo'lsin deb o'zimga shu 5 ni nishon qilib turib sizib chiqdim, lekin shunchalik ajr qildim. Bekchiq vaqtim ketdi. Men uyda bir ona, bir ayol, ham mening ishim hali og'ir, men o'qituvchi bo'lgandan keyin. Shunda bo'lsa-mu, bu endi bizning ona til bo'lgandan keyin Uyg'ur millatining hozir endi eng diqqat qilib noyte muhim deb qarayotgan masalaning birisi-ku. Shuning uchun mayli kesdi mening vaqtim ketadi. Vatan uchun, millatim uchun, Uyg'ur ma'arif uchun jenim kesdi keta, vaqtim kesdi keta dedim. Fido bo'lsin dedim. Mushunga mening bir kishilik to'hfam bo'lsa,
Dünyada özümni eng baxtli insan deb qarayman. Ko'p rahmat ustoz. Mening Ko'p deydigan rahmat. Ko'p rahmat. Haqiqatan sizni tanlab bu proyektga to'g'ri bir ish qildingiz. Ben xo'shal bo'ldim. Onun üstüge fidakarlık ruhi buluş gerek hem de her bir Uygur'da ama siz bunu özünüz içinizde his kılıp hamilik bütün hazırgıcı öğrengen bütün bilimlerinizi mi bunun için hizmet kıldırıp nahit yaxşı iş kıpsız hakikaten ben hoşal buldum. Hem psikologik yerden hem resim, onun üstüge hem piyano çalışsız hem akordeon çalışsız. Şu yani milletinki medeniyeti bu sanat sahasına ait tez naitlik nemi bop ifadelendi. Başkalar hem köstüş için hem milletin özünü saklap geliş için çu. Millet muşu nesini saklap kalganda onun bir millet bop turalaydı. Çünkü en özgüçülük muşu sanatı da o kiyim keçigi de onun turmuş adetlerde şunu ifadelendi demez mi? Hakikaten ben hoşal buldum. Hem de nimişlerini kıldık degen temada yanı paranışımız. Hem de raile malum bilen yana. Hazırgıcı emdi siz bay dediniz kartonlarını bu naydı muhim bir nime emdi. Karton bilen ballağa, resim bilen ögütüş. Çünkü hazırgı ballarda emdi körüp ögünüş, belki okup anlap ögünüştü mü tez buluşu mümkün. Hazır tarakat şunun qarab ketip atıdı. Bunun da başka yani nimi hizmetler kılındı. Merhamet. Avazınız? Ha. Avazınızı açtım. Keçirsizler. Sübey Nurmalım dep ötkendek resimlik lügat tüzülüvatıdı bir yaktan. Bu oyun kartları abiyam dep ötüm 33 kuta kart, bunun 12'si hazır neşir kılınışqa tayyor aletde saklavatıdı. Bu oyun kartları degenimiz elifbədəki her bir hərflərin ögütüdü, onun için sözlərin ögütüdüğən kartlama yoki oyun oynaydıgan. Şundaq. Elifbəni ögütüdü, sözlərini ögütüdü, idiomlarını ögütüdü. Bunu kart şəklində resimlik, misallık bu sözünü öz içine algan misallar var. Aşınaq şekilde tayarladık. Bunu oyun oynaş arqılıq ballar ögənsin dep. O vaqtda o kartlar bilen hem onun içinde o oyunu qandaq oynaydı, bunun bilen münasibətlik mi bazı bizim tavsiyelerimiz var. İşletiş kollanması desek buldu. Muş kartlar mı 3 xil tilde tayarlandı mı? Ha, 3 xil yazıqda. Bir kart 3 xil tilde. 3 xil yazıqda. 3 xil yazıqda, 3 xil pardon, 3 xil yazıqda. En köp kol tutulgan, en köp kişinin emgekini sarf kılışı kerek bolgan bir türdi bu. Çünkü ressam ayrım işleydi, tekisini yazgan kişi ayrım işleydi, laylıgıcı ayrım işleydi, tahrir degandek. Hemisi ayrım işleydigan iş bolgandan şununla biz avval bunu tügütüp, hem bu bek vaqt aldığan küçük ama bek vaqt aldığan iş bolgandan bunu tügütüp bir yaktan kitaplarını davamlaştırıp aşına kıldık abiyam degenimdek biz 12 kişi tüzüş hizmetinde bolgandan farklı kişilerde farklı vazifeler var. Şununla kartlar hazır. Muşu bir yıl içinde bizden en üstüde turup en köp vaqt sarf qilganimiz kartlar boldu. Şunun kartlar tügüde hazır. Qalan kısımları layınış basqıçıda. 2 kart tahrirlik basqıçıda. Bu 30 kart şunda qılıp tamamlandı. Ondan keyin sözlük lügat dedik, resimlik lügat. Bu faqat birinci sınıf, ikinci sınıf seviyesideki lügat emas. Uyghur tilinin turmuşda işletildiğen asaslık söz terkibinin hemesini öz içine algan bir lügat. En az 7000 xatlik lügat. 7000 sözün tüzülgen lügat. Ve resimlik. Onun misalları, şununla bu mu kılmatıdı hazır, yazılıbatıdı. Hemen aslında yeniden yazdık çünkü. Vatanda çıkan kitaplardaki misallarını biz texmi addilaştırıp, düşendirişlerini ballağa layıqlaştırıp aşınaq yazdık. Ondan keyin bu til tadqiqat sahasida mı Uyghur tilininki isimdaş bilen isim
fe'l bularni ayırmay bir-birinin yeriga ishlatilgan ishlar bor. Bizniki vatanda chiqqan materiallarda lug'atlar bordi. Ularni ko'zdan kechirdik. Naydi tafsili 4 boshlang'ich maktabining 4-sinfgacha bo'lgan 4 lug'at tuzilib ekan. Bularni selishtirib, ko'rib, undan keyin biz mavjud materiallarniki ishlatishga bo'ladigan qismlarni ishlatib, eng oxirgi nimalarni ilmiy jihatdagi emgaklarni til tadqiqot sohasidagi tadqiqotchilarning tadqiqot natijalarini asos qilib turib shundoq tuzdik. Undan boshqa 1-sinfdan 5-sinfgacha dars kitobi tuzilyapti hozir. Abiyam Sübinur Hanım deb o'tdi, ilipbani tuzib bo'ldik deb. Bu ilipbani tuzdik, ammo tuzib bo'lgan bilan buni rasmlashtirib, hozirgi bolalarningki qiziqishlariga, chet tillarda o'qiyotgan kitoblardan hech to'van darajada bo'lmaydigan, chunki agar chet tillarda o'qiyotgan u ilg'or texnikalar bilan ishlab chiqarilgan kitoblardan nachar bo'lib qolsa, bu bolalar bu kitobga qiziqmaydi. Kitob ularni qiziqtirmagandan keyin balkim o'rganishga qiziqmasligi mumkin. Shuningga u materiallarni shu hozirgi texnologiya bilan munosabatli taraflarini to'liq bo'lishini ko'zda tutib, buni qaytadan hozir ishlayapti bizning yoshlarimiz. Loyihalash bosqichida desak bo'ldi uni. Qolgan kitoblarimiz shundoq bir yoqdan yozilyapti. Mashqlar. Biz qanday qilganda Uyg'ur tilini, Uyg'ur kimligini bir-biriga yug'urib, bu bolalarga go'zal bir his tuyg'ular bilan o'rgatamiz. Ularga nafratni emas, tilga, vataniga, Uyg'urlikqa bo'lgan so'yguni va o'ziga bo'lgan ishonchini turg'iza olamiz. Mushuni chiqish qilib turib, dars kitoblarini tuzyapmiz hozir. Bu 2 yillik plan ichida yana A1 A2 kitobim bor. Bu kitoblar saviyaga qarab A1 dars kitobi va dars takrorlash kitobi A2 mushunda. Hamda bular A, B, C3 A, B, C deymiz, 3 saviya bo'yicha. Bu 2 yillik plan ichida shu A1 bilan A2 bularni tuzyapti. Undaq bo'lsa bu plan hozircha shu boshlang'ich seviyada seviyesini chiqarish, ondan keyin adabiyotdan oddiy narsalarni tushunish, ondan keyin qanchalik ko'p bo'lsa shunchalik so'z o'rganishga to'g'riliq. Ya'ni asosliq shu jihatlardan bolalarni taraqqiy qildiradigan nimkanda, projekt ekanda bu. Hozircha endi boshlang'ich seviyada shunday. Ondan keyin buning davomi doim bo'lsa davamlaşıdı. Agar ma'vu ishlarni yo'lga qo'yib, hozir endi cho'ng bir projekt topda haqiqatan atrofli o'ylanib, atrofli planlanib, shunday qilinyapti. Siz deganga o'xshash ham ko'rib, ham o'qib, ham anglab, Uyg'urlikni asos chiqish nuqtasi qilib, endi maqsad shu endi. Yani o'rtaq ma'rifninki maqsad shu bo'lish kerak endi. Har qanday millatning o'rtaq ma'rifininki nuqtasi chiqish nuqtasi shundoq bo'ldi endi. Shu millatninki madaniyatini tanishtirish, madaniyatini davomlashtirish, madaniyat uchun xizmat qildirish. Hozir endi qilingan xizmatlarmi ko'p emasga, ko'pga, oz emasga, nayt ko'pga qisqa vaqtning ichida nurg'un yo'l olibsizlar. Yana qolgan gaplar bo'lsa birdan turib yana siz bilan so'zlashimiz. Endi yana Dilnur xonim bilan davomlashtiraylik. Dilnur xonim, siz mi deb o'tib ketdingiz? Bizga mana shunday o'rtaq kitob kerak. Garchi u yerda azaldan Uyg'ur maktablar bo'lgan bo'lsin, bo'libmi Qozog'istondan aytganda, biz shu kitoblarni kutyapmiz deb shunday dedingiz. Endi bu kitoblarning haqiqatan shu o'rtaq dars materialininki ahamiyati nima? Bir millat uchun ham bir millat nuqtasini aytganda, ham shu Qozog'istondagi, Qirg'iziston, O'zbekistondagi Uyg'ur qarindoshlarimiz nuqtasini elp etganda ahamiyati nima? Marhamat. Bu kitoblarning ahamiyati zo'r bo'ldi. Naydi cho'ng. Chunki bizning bolalarimiz shu darslik
kitaplardan sırt qo'shimcha materiallar ular uchun hozir yo'q. Masalan, 10 ming o'quvchi Uyg'ur maktablarida o'qigan bo'lsa, shu boshqa 20 ming o'quvchiga shu darsliklarni biz maktabdan sirt bilim olayotgan, ana tilini o'rganayotgan bolalarga shunday darsliklarni yetkazib berishimiz kerak. Bir. Ikkinchidan, u shu maktablarga, to'r maktablarga, yakshanbalik maktablarga biz shu lug'atlarni o'z vaqtida ko'z oldimizga tutib shu lug'atlarni chiqaramiz deb o'ylagandik. Lekin bizning ahvolimiz duch bermadi bizga. Shu bizningki proyektimiz lug'atlarni ko'z tutganda nihoyatda bu cho'ng masala ekan, ham bizga kerak. Xalqimiz har turli materiallarni, shu ana tilimizga oid materiallarni kutyotdi. Bo'libmi bu xalqarada birlashib, shu bir Uyg'ur xalqining taqdirini yeshish, anki tilining yo'qmasligi uchun xizmat qilyotdi degan gap, bu nihoyatda cho'ng gap bizning xalqimiz uchun. Chunki vatanimizning ahvolini hammamiz bilamiz. Endi undan sirt maktablarmi hamma yerda yo'q. Birlik Qozog'istonda Uyg'ur maktablari bor deb hisoblaymiz, lekin shu maktablarning ahvolini bugun adamni xo'shal qiladigan darajada emas. Chunki bolalarning soni ozayotdi yildan yilga. Buningmi o'ziniki bir nimasi bor. Endi nim sabablardan biz tarafda o'quvchilarning soni ozayotdi deganda, bizniki hozir ko'p tillik programma bo'yicha bizning bolalarimiz 3 til, 4 tilni o'rganyotdi. Shu tillarning orasida Uyg'ur tili, shu rus tili bilan, qozoq tili bilan, qirg'iz tili bilan teng bo'la olamdi, raqobatda tura olamdi bizning bolalarimiz deb o'ylab, ota-onalar shu bolalarning taqdirini o'ylab Uyg'ur maktablarga keyingi zamonda bermaydigan bo'ldi. Nim sababdan bermaydi deganda, shu darsliklarniki yetishmasligi uchun bir tarafdan. Yana bir tarafi shu mushunda qilqi bizning bolalarimizga maktab darsliklaridan boshqa yana tanlash imkoniyati bo'lishi kerak. Shuningga biz shu chiqarayotgan hozir proyekt bo'yicha chiqarayotgan kitoblarimiz ham lug'atlarimiz nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi deyman. Keyin biz tarafdagi bolalarning ana tilga qaytib kelishiga bir sababchi bo'ladi deb umid qilamiz. Rahmat. Hem qiziqarliq, hem mo'l mazmunliq, hem ularning saviyasiga uyg'un tuzilgan kitoblar cho'qim bolalarningki qiziqishni qo'zg'aydi. To'g'ri deysiz. Hem haqiqatan bu o'rtaq ma'rif, men davomli deb kelyapman, o'rtaq ma'rif bir millat uchun shart. O'rtaq ma'rif bo'lmagan millatning ichida nihoyat cho'ng ziddiyat kelib chiqadi kelgusida. Shuning uchun inoq bir jamiyatni qurish uchun cho'qim shunday o'rtaq bir ma'rif sistemasi bo'lishi kerak. Endi bu hozir hamki bu projekt faqat ana til saviyasida, til va adabiyot tuzish projekti. Endi bu ma'rif degan faqat til adabiyotdan iborat emas, ammo til adabiyot bir millatning kelaqi madaniyatini qo'g'dash nuqtasidan nihoyat muhim. Shunaqa ha? Gülnar Hanım, endi bu hem 3 xil yeziqda tayyorlanadi bu ders kitobları. Mundaq bir gapni anglagan, o'sha ziyolilar o'tirsada bir guruhda bu tilni to'g'ri yoza oladigan bir odam yo'qmi deb haqiqatan elaqi imlo jihatda bizning cho'ng qiyinchiligimiz bor-da. Endi bu elaqi bizning vatandagi ziyolilar o'tirsada bo'lgan ishdi. Buni to'g'ri %100 to'g'ri yoza oladigan bir ish bo'lmamdi. Bu qachon bizning bu yezig'imiz qiliplashidi degan gaplarni anglagan men shu bir guruhda turib. Endi siz bu tahrirlash xizmati nihoyat qiyin xizmatlarning birisini qilib o'tibsiz. Til tadqiqotchisi bo'lish sifatingiz bilan endi latin yezig'ining qiliplashishi, undan keyin kon yeziqdagi o qiliplashishlar, misollardagi tuzitishlar, o bolalar to'g'ri talaffuzni o'rgatish, to'g'ri yozishni o'rgatish jihatlardan
Sizler qaysı kitaplar tayinıvatsizler, qandaq işlerini qıvatsizler, mərhəmət sizini anlayın. Bo'ldi, bu pek muhim bir tema, mayli bir til tadqiqoti bo'lsin, mayli mush darslik materiallar tuzish. Har qaysi sohada intayin muhim bir ish. Masalan, hozir shu ijtimoiy tor aloqa vositalaridan qarasak, hamma har xil yozadi. Shu bo'pmi til bilan shug'ullangan odamlar shundaqli qarasangiz bir imlo xatolik bo'lgankilar, uning mazmuni bilan qolmay shu imlosidan qolasizda, bu bir kasbiy kasal bo'lib qoldi desak bo'ladi uchun. Endi bu nimadan kelib chiqdi desak, bizda endi davlatimiz bo'lmagandan, masalan, vatandagi vaqtlarimizda til yoziq komitetida buni rasmiy qoidaga tushirib, qeliplashtirib, shu yerda maxsus hukumatning hujjat shaklida buni e'lon qilinganda, masalan, biz materialda asosli 2009-yili vatan tuzilgan imlo va talaffuz lug'atini asos qildik. Ondan keyin 2010-yildagi tuzilgan bizda 3 tomliq hozirgi zamon Uyg'ur tili degan grammat kitobimiz bor. Professor Arslan Abdulla, Yariya Baydulla va Abdurahim Rahman qatorliqlar tuzgan. Bu shu kitob bizga asosiy qo'llanma bo'ladi. Endi bu jamiyatimizda hozir nimishqishdaq egiz pastliklar, hamma odam har xil yozgan shakllandi desak, bu shu bir muqim bir universal bir sistemalik ma'rifimizning bo'lmayotganligidan bo'lyapti-da. Ondan keyin masalan Turkiyada yashagan qarindoshlarimiz bakrak turkcha, latincha bo'lgandan, turkchiniki masalan ma'lumdaq harfining tagida ilmak shundaq harflarni qo'llanib yozaveradi. Ondan keyin bu ingliz tilliklardagilar bo'lsa, o'sha ingliz tilining nimasi bo'yicha yozaveradi. Ammo bizda asli qiliplashgan Uyg'ur latin yoziqimiz bor. Til yoziq komitetining ayni zamonda chiqargan. Masalan, biz harfini ne bilan g'ni qo'shib yozamiz. İşte qo'shib yozgan bir qancha harflarimiz bor. Ondan keyin ingliz tilidagi W'ni ishlatamiz, bunaqa V'ni ishlatmaymiz. Kichik V harfini. Mushularga endi bu qiliplashdi, o'tirdi, nimadimi to'g'ri yuzlardimi e'lon qilindi, ammo avom xalqi bunga diqqat qilmadi. Masalan, bir davlat bo'lsa, bu til yoziq komiteti shundaq nimalarda, masalan, yangi so'zlarni to'xtamay ijod qilamiz. Masalan, qadimgidan tortib chiqib, Ondan keyin buni har qatim kundalik masalan shu davlatning bosh masalan 1-nomerlik gazetlarida yoki maxsus bir nimalarni e'lon qilib o'tadi buni. Bugundan boshlab mandaq yangi so'zlar chiqdi yoki bo'lmasa tilimizda mandaq narsalar qiliplashdi. Bugundan boshlab shu ijro qilindi deydi. Bu bir davlatning mezoni sifatida e'lon qilinib ketgandan keyin har bir odam shunga bo'ysunib shu bo'yicha mang'idi. Shuning bilan bu tahrirlik xizmatimi, mayli kitob jurnallar bo'lsin, o'sha basmachilikda buni hammasi shu bo'yicha ijro qilinib mang'idi. Ammo hozir bizdagi bu chechilang'uliq, bizdagi bu qalaymqonchilik nerdan chiqyapti desa, yanala bizning o'zimizning bir sistemasi yo'q. Andan keyin odamlarimiz har qancha yuqori saviyada o'qigan bilan 5 minut 10 minut vaqtini chiqarib to'xtab turamiz nomush qiliplashgan til yozig'imizda qaysi harfni ishlatib to'xsadi. Men bir Uyg'ur bo'lgandan keyin mush to'g'risini shu olimlar, shu til tadqiqot sohasidagi ziyolilar bunchalik vaqtini sarf qilib bizga qiliplashtirib bergan shu ustozlarimiz. Shunday qilib bergan yo'l bo'yicha mang'ay demaydi-ku. Hamma odam olim bizning ichimizda. Hamma odam tadqiqotchi. Qushqochni qassob so'ysin deydigan gap bor bizda. Shuningga hech bo'lmasa mushunchalik qilib qiliplashtirib bergan ustozlarning hurmati uchun bo'lsa-mu, to'g'ri ishlatishni o'zimizdan so'rab baqsak, men to'g'ri yozyaptimdim, yo'qmi deb. Shunchalik yuqori doktorlik unvoni olgan odamlarimizmi xato yozib qo'yib ketaverdigan pashchiknimi shu diqqat qilmay ketadi desa, shu imlo yoziq qoidamizni bir yarim soat vaqtini chiqarib besib o'tirib ashuni bir ko'rib o'ziga o'zlashtirmaganlikdan bo'lyotidi. Agar biz masalan asosimiz vatandan tortib kichigimizdan Uyg'ur tilini o'rgangan, men Uyg'ur tilini bilaman degan ziyolilarimiz buni to'g'ri qo'llanmasak, biz mayada yashayotgan chet elda tug'ilib cho'g'layotgan bolalarımizga qanday o'rgatamiz buni?
Şununla aldı bilen özümüzni bir kamçılap, tanqid qilib, maqta vermey özümüzni. Zade qanchalik ügendim ben Uyghur tilini. Bu mening ana tilim deydiganman, ben bunu qo'g'diy oldimmi yo'q. Deb kitaplar hazır mesela vatanda kitaplar kitap materiallarını çeklivetti degandan nurg'un fidoyilar nurg'un kitap materiallarimizni PDF nusxasini chiqarib mush tor kitapxonlarimiz bo'lib ketdi. Shuningdan shunchalik so'yindim ben. Biz asli nurg'un ishlarni vujudga chiqara oladiganmiz. Ajoyib fidokor qarindoshlarimiz borki. Hozir o'qimaydigan haqqingiz yo'q degan kep ketdi-da mana. Kitapda hammasi bor, to'rdan izlasangiz bor, akademiyaning to'ri. Bekarlık hem de. Bekarlık el kitap.org deganda bor. Aşının içinde imla log'itimi bor, talaffuz log'iti, mushu imla qoidalarini qanday bekitdi, qarang, hammasi bor. Aşını içib faqat yarım saat vaqtingizni chiqarib o'qib, bir not qoldirib, men bundan keyin yoki bugundan boshlab men Uyg'ur tilim mening onamning tili bo'lgandan keyin to'g'ri ishlatay degandek bir pozitsiyani tiklagan chog'da andan keyin bu tuziladi. Yana bir qism nimalarda hatto ba'zi mushu ijtimoiy aloqa to'r vositalarida yoki ba'zi bir guruhlarda, to'plarda biz mushu tilimizni Xaqaniya yoziqiga asli shu Uyg'urlarning tilida ashunga o'zgarsak bo'ldi, mushu ilqi ojizlashmaslik kerak deydigan temalarmi bor. Mushu ziyolilar ichida men hayron qolaman buni qarab. Hozir biz chuguydigan vaqtimizmi yoki bani Cırıştırdı. bani qiliblaştirib qo'yganni to'g'ri yo'sinda bir yetkizdigan vaqtmi? Zaman o vaqt emas hozirchi. U buzadigan vaqt emas hozir. Shu ustozlarimiz shuncha yil 40-50 yil ajr qilib bizni mushunchalik Uyg'ur tilini mushunchalik qiliblaştirib bergan yerda biz buni mushuni davomlashtirib hozir mushu ba nuqtada qiliblaştirib qo'yganni buzib etmay chug'vatsak hozir uni akilib yana yig'ishtirib bir yerga akildigan u darajadagi insonimiz til tadqiq qiladigan odamlarimiz yo'q. Sanab kelsak barmoqimiz to'shmaydi, butun dunyo bo'yicha Uyg'ur tilini tadqiq qilayotgan ziyolilarimiz. Uningga bizning kuchimiz yetmaydi. 40-50 yil vatanda shuning uchun kurash qilgan olimlarimiz, mutaxassislarimiz ketdi u olamga. Shuningga biz hozir buni buzimiz emas, tuzaymiz. Hozir mushu bani ishlatib turimiz, mushuni asos qilamiz. 2009-yili nashrdan chiqqan vatanda imlo va talaffuz lug'ati asos. Anadaki gramatika desek 2010 yıl nashrdan chiqqan 3 tomlik grammatik kitap. Aşını ügüneyli, şunu qiliblaştırıp qo'ygan bo'yicha me'ayli. Albatta buning ichida ba'zi masalalar bor, yo'q emas. Lekin uni biz qachon tuzaymiz desak, Alloh buyursa, o'zimizning mustaqil davlat bo'lganda, ma'rif sistemlarimiz mukammallashgan chog'da, andan keyin shu til sohasidagi har qaysi joylardagi mutaxassislar, olimlar bir yerga kelib o'ltirib, andin shu tadqiqot, ilmiy tadqiqot natijasi ostida andan keyin buning tam qolgan yerini shu chog'da to'liqlasak bo'ladi. Hozir endi kaynimiz chekinib, Xaqaniya davriga qaytimiz, ani ojizlashtirmaymiz, boramiz, kelamiz deymiz desak, bolalarimizga biz buni o'rgatmaymiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. To'g'ri dedingiz, hozir endi bu ani acizlaştırması pek mühim ama hazır vaqt emas sizin deganingizdak men qo'shilmayman. Memde şu asli kasga deganlarning bir sistem ama hazır deganingizdak vaqt emas. Haqiqatan yeni qoidalarni chiqarmaymiz. Biz bu narsani bolalarimizga o'rgatib, shuni davomlashtirish, yani bir ishga avlod shu Uyg'urchani yana shu qiliblaşgan bir şekilde davomlashtirishga kapolatlik qilishning o'zi hozir aytishim bir masala bo'lyapti. Degininiz to'g'ri, rahmat. Unda bo'lsa, mushu qo'shib qo'yaymi shaga ojizlash masalasi chiqib bu til degan paydo bo'ldi, taraqqiy qiladi, o'zgardi, bu harakatchan narsa, u talaffuz qilishmi, u yolg'iz u odam shu chog'dagi tadqiqotchilar shu xalqning ichidan ig'iz til materiallarini yig'ib turib, mushundaq bir fonetikalik o'zgarishning bo'lganligini bayqag'ashqa, andan keyin bu o'zgardi ekan deb bu Uyg'ur tilining aloyligi bo'lib qoldi, boshqa turkiy tillarga selishtirganda. Endi biz shu aloylikni qandaq chog'da nima uchun o'zgardi, sababi nima deganni tadqiq qilishimiz kerak. Bu degan bir fonetikalik aloylik hozir. Endi uni akilib o'zgarmaydi desak, biz tilimizni shunday so'zlaydigan tursak,
onu o'zgartmaymiz deb uni keyinga chekindirsangiz odamlarni sen mana talaffuz qilmaysan deyish to'g'ri keldi. Bu toza oqilona fikr emas, til o'zgaraydi. Taraqqiy qiladi. Bu jarayon nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. Qadimgi ingliz tilidan hozirgi zamon ingliz tiligacha nurg'un o'zgarishlar bo'lgan, talaffuzlar o'zgargan. Shuning bu tilning qonuniyati. Biz uningga amaliy til materiallaridan misol olib, shundaq shu tilni ifodalab chiqirmizda. Gapni jiq devatib kechiringlar. Rahmat. Undaq bo'lsa bu vazifada bu darslik tuzish nimasida hamda nayt inchlik bilan qarab, nayt to'g'ri imlo bo'yicha bolalarga shu to'g'ri hozirgi o'lchamlik shu siz deb o'tib ketgan shu qimmatli bizningki manba kitoblarimiz, bizning ustozlarimiz yozib ketgan manba kitoblarimiz. Belki bundan keyin undaq cho'ng tipdagi undaq esil kitoblarimiz yozilmasligi mumkin, chunki butun ustozlar hozir turmalarda yo'q bo'lib ketdi. Uyg'ur tilini tadqiq qilishning o'zi bir gunoh u yerda. Vatanda shundoq bo'lib qoldi. Shuning uchun bu kitoblarni haqiqatan siz degandek qimmatli kitoblar har bir ziyolining, har bir Uyg'urningki qo'liga ilib bir o'q chiqishiga arziydigan yaxshi kitoblar. Ko'p rahmat. Lale qizimiz yani sizga qaytdim hozir. Siz dediniz endi ilhom bo'lmasa endi bu san'at sohasida bir narsani qilish bek tez. İlhamınızı aşı kichik vaqtingizni tatib dediniz. Yana boshqa manbalar bormi? Masalan siz foydalangan kitoblar bormi shu burun mush sohada bolalarga shundaq bolalar rasmlarini chizishda bir Uyg'urlarga xos bo'lgan manba kitoblar bormi yoki siz qaysi manbalardan yani ilhom olyapsiz? Sizning ilhom manbaringiz nima? Mening birinchi ilhom manbarim bu rasmni chizish jarayonida men balılık vaqtimdan tortib ta hozirgacha yashagan bütün kültür medeniyetimni tekrar bir qatim yaşap chiqdim. Eng boshda o'ylaganim kichik ashu masalan 5 yoshlik bola yoki 7 yoshlik bir bola u kartni ko'rgan vaqtida men o'zimning 7 yoshlik vaqtimni aqlimga oldim. 7 yoshlik vaqtimda mening mahallamda nima bordi? Mening oilamda nimalar yashangan? Ota-onam qanday kiyinibdi? Anam, ağacılarım qanday narsalarni ishlatdi. Bütün balalıqımның hammasini başta tekrar yaşap chiqdim. Uningdan keyin andan foydalangan material degan vaqtida ba'zi shu tor materiallarimiz oldu hamda ben qo'lamda unda bekchiq material yo'q. Tor manbalaridan foydalandim. Jiqroq jonliq materiallar, masalan, rasm chizishda atlasda barliq atlaslarning hammasini ekilib oldimga qo'yib turib, ranglardan foydalandingiz. Rangları uningdagi nalaqa, uningki har xil shaklları, masalan, tashkan do'ppa ishlatgan ranglar, ashing ichida ishlatgan gullar deganga o'xshash, ashunga o'xshash jonliq materiallar, tor materiallari asosan bütün o'zimninki balalik vaqtimdagi hamma yashagan yurtimdagi Uyg'ur xosligini eng boshda shuni yashab chiqdim men sizish jarayonida. Jiqlari shuningdan foydalandim. Mush bo'yicha endi siz shular qarab turib, masalan bir so'zga rasm chizsiz go siz, Sizning qo'lingizda so'zliklarningki nimasi bor, tizimligi bor, so'zlarning tizimligi bor. Shuni qarab turib siz uningdan xiyol sursiz, xiyolingizdan uningdan jonliq rasmlar chiqadi. Ham ava balangizmi bu nimada yordamchi bo'lib turibdi. İşleringizga tilayman, texmo yaxshi bo'lg'isi. Ko'p rahmat. Subinur, siz endi siz o'qituvchi bo'lasiz, ya'niki bir tarafdan o'qituvchi bo'lasiz-ku, Uyg'ur tili o'qituvchisi bo'lib ishlayapsiz. Sizning his qilganlaringizni shu proyektda balla ustidagi nurg'un qiyinchiliklarni balkim o'z ko'zingizda ko'rdingiz. Qaysi jihatdan nimalarni qilish kerakligini texim yaxshi his qildingiz. Mushu tajribalaringizni siz mushu proyektning ichida ishlata oldingizmi? Mushu jihatlardan biz mushunga diqqat qilsak bo'ldiki degan narsani mushu proyektda hal qila oldingizmi? Qiyinchiliklar nima? Ben aldı bilen şu bir neçe yılını yak torda ya ki ballananki özlüğü sınıfta
şu canlıq dərs ötəş jarayonida his qilgan təcrübələrimni bir ortaqlaşıb baqay. Hazır şu Türkiye boyunca aytqan vaqtimizda Türkiye'nin bir qancha shaharlarda mush Uyg'ur bolalarga nima qilyapti? Ana til markazlarida dars o'tilyapti. Şu İstanbul'un o'zidami maktab yoki cho'ng kichik markaz degandek bo'lib 10-ci ana til dars o'tilayotgan yeri bor deb o'ylayman. Endi şu 10-ci markazninki her birisininki o'tilayotgan ders kitoblari hech qaysi bir-biriga o'xshamayotgan. Mushalik nima qilib baqqan vaqtimda buni adabiyot kitob yoki ilipba kitob deb manda selishtirgan vaqtimizda masalan ilipba kitobni epaysak hozirgi masalan bir Uyg'urcha kitobxonaga kirsakmi bekchiq ilipba kitobni ko'ramiz. Hozir to'rladim ilipba kitobninki turlari shundoq chiqib 10 xildan jiq kitob bor ekan hatto. Endi hamimiz bayon so'zlab o'tgandek boshqa o'qituvchilarimiz so'zlab o'tgandek bu darslik tuzish degan hech qanday bir odamning uyda o'tiribla tuzib oladigan nimiz emas aslida. Buningda har bir bolaninki pedagogning cho'qim pedagogninki o'ziga nima qilgan uning taklif fikrlari bo'lishi kerak. Undan keyin bolaninki psixologiyasiga hatto shu darslik kitobda ishlatilgan ranglargacha shunchalik diqqat qilinish kerak aslida. Lekin endi bizning hozir degandek bir muqim yo ma'rif organimiz yo'q yoki bir davlatimiz bo'lmag'achqa shunday bir chavalchaq bir nima bo'lib qoldi. Shunga shu bizning hozir qilayotgan ishimiz endi bunday Ig'iz tilda rasmiy ustuga yegi badi deb o'ylayman. Chunki gerçi rostlan bir ehtiyoj bordi. Shuna qaraydigan bo'lsak, amaliyotda ilipba kitoblari shuncha jiq bo'lgan bilan, lekin buning ichida mani o'zsak bo'lgan haqiqiy sifatli chiqqan kitoblar uncha jiq emasdi. Masalan, bizningki 30 harfimiz epaysak, 30 harfninki nimamiz bizni tartiblik emas. Ana til o'qituvchilarininki o'zaro orasidami tortishayotgan bir nimasi bordi. Bir yer kelanmagan bir ish bor. U bo'lsa oldi bilan bolaning savodini chiqarganda 8 so'zuq tovushni o'gitib etib, undan keyin uzuk tovushga boshlandik yoki bir so'zuq tovush o'gitib ya mesela A ögütü bo'lgandan keyin nega o'tamiz? Bo'g'im o'gitamdiq. Bu shu nimalar bordi. Bu masalan hozirgi ilipba kitoblarga qaraydigan bo'lsak, hammasininki harflarning tartibi hammasidan qalaymaqandi. Hozir bir Uyg'ur mayliqi bizning ilipba tartibimizda ilipba harflar mandaq deyamaymiz ham, chunki bu shuna qalaymaqan bo'lganligi uchun. Yana ba'zi ilipbalarga qaraydigan bo'lsak, ilipbaning o'zida shu kichik bolalarga yoki savodi yo'qlarga shu xat o'gitadigan kitobning o'zida imlo xatoligi bor. Bu nihoyatda echinishli bir ahvol hamda ilipbaning ichida imlo xatoligi bo'lishi. Yana ba'zi tashkilot yoki bir shaxslar tomonidan tuzilgan ilipba kitoblarininki kichik bolalarninki psixologiyasiga yoki nimasiga qat'iy mos kelmaydigan mazmunlar bor ichida deb o'yladim hamda. Şuna şu nimalarni aytgan vaqtda ilipbaning tuzilishi shu butun bo'lsam shu O'rta Osiyo bo'lamdi, Yevropa, Amerika, Turkiya bo'lamdi, ish qilib, shu muajiratdagi butun Uyg'urlarningki o'rtaq ishlaydigan bir ilipba kitobi, o'rtaq bir ilipba tarbiyasi beradigan nimasi bo'lishi bek muhimdi, shunga bek ehtiyoj bordi deb o'yladim. Yana birisi hamda bu bolalar ilipbadan chiqib adabiyot qismiga o'tgan vaqtida odatda biz bilamiz adabiyot bolalarga bizni Uyg'urlarning tarixini, ya millatparvarlikni, axloqni, uningdagi özümüzün dövlətini tunuşumuz kerak bo'lgan mazmunlarni o'z ichiga elish kerak. Hozirgi shu o'tilayotgan kitoblar qarasak, ba'zi maktablarda vatanda chiqqan kitoblarni ishlatayotgan bilan, lekin bu vatandagi kitoblarning ichida nimalar borligi, ba'zi Xitoylarningki majbur kirgizib qo'ygan mazmunlar bor. Bularni chiqarib etishga to'g'ri keldi. Bularni chiqarib etdik degan ahvoldami, endi biz vatanda sap Uyg'ur muhitida cho'ng bo'lgan bolalar biz uni o'qib, tushunib qilgan bilan, lekin mesela tuluqsuzun kitapları hozirgi tuluqsuz o'xshash sinflik mesela 7-sinfning kitobi shu chet elda yo'g'inab cho'ng bo'lgan 7-sinfdagi bolaning saviyasiga qat'iy mos kelmaydi. U bolaga cho'ng kelib qoldi. U kitobdagi asarlarni o'qib tushunish jihatda u bola nihoyat qiynaldi ekan hamda. Shunga shu ahvollarni ko'zda tutib, endi vatan kitobni o'z pet unda ib qo'ysak, bu chet eldagi bolalar saviyasi mos kelmaydi. Ba'zi Xitoyning mazmunlari bor. Endi bu chet elda chiqqan
chiqargan ba'zi kitoblarga qarasak, uning ichida bolalar o'qisili bo'lmaydi demdi. U bir asar degandan cho'qim bir bolaga o'zining kimlik, milliy kimligini, o'zininki yoki bir axloq mazmunini yoki tarixini bir narsa singdirish kerak u bolaga. Shunga mushularni ko'zda tutib, mushu o'rtaq bo'lgan bir dars kitob tuzish rostla ehtiyoj bordi. Shunga men mushu yerda oldi bilan mushu ishni boshlagan Uyg'ur akademiyasiga, mushu ishning beshida turayotgan Rayla xonimga, meni mushu ishga, mushu millatimning endi boshqa ish qilib beramaymiz go millatimizga endi mushunchalik bo'lsin bir ish qilib berish fursatiga nail qilganligim ishada rahmat aytaman. Mening mushu o'qituvchilik jarayonida his qilganlarim mushu rostla bir ehtiyoj bordi. Bu ehtiyojni to'ldirish uchun hammamiz tirishyapmiz. Inshaalloh yaxshi bir natijaga erishimiz deb o'ylayman. İnşallah, inşallah. Xudoyim ecrimizni bere. İnshaalloh. Ko'p rahmat. Endi bir soatni eshib qoldi. Oxirgi so'zlarimiz bo'lsa, Rahila xonimdan boshlab endi qilib qolgan mazmunlar bormi? Yurak so'zlarimiz nima oxirgi xalqimizga deydigan? Marhamat. Men Subinur xonimning so'zlariga bir qo'shimcha qilishni o'ylayman. Bu bizniki buni Gulnur xonimi deb o'tdi, Gulnar xonimi. Bizning vatanda o'qiganlar faqat vatandagilar bilan bilamiz. G'arbiy Turkistondagi hozirgi mustaqil jumhuriyatlardagi bizning donliq shaxslarimizni bilmaymiz. G'arbiy Turkistondagi, Qozog'istondagi dars kitoblarini men ko'p ko'rdim bularni. Men 2016-yil boshqa bir proje bilan Qozog'istonga berib material to'plab kelgandim. Bu vaqtda dars kitoblarini olgan maktab nashriyatidan. Ularni meniki ko'rib chiqish fursatim bo'ldi shu munosabat bilan. Qarasam bizning Qozog'istondagi Uyg'urlarimiz vatandagi Uyg'urlarning muhimlarini tunishtiribdi kitoblarda. Demakki, G'arbiy Turkistondagi Uyg'urlar Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlardan ancha-muncha xabari bor. Lekin asosliq nüfus, asosliq umurtqisini Uyg'urlarning tashkil qilgan Sharqiy Turkistonda bo'lsa, hech xabari yo'q. Endi chet ellarga chiqqanlarga qaraydigan bo'lsak, chet ellarga chiqqanlarning hozirgi ko'plari Sharqiy Turkistondan chiqqanlar. Ve bular Uyg'ur tilini, Uyg'ur adabiyotini bolalarımızga o'rgatgan vaqtda maktablarda o'zi qayerdan chiqqan bo'lsa, nimani bilsa, shuni ham o'rgatadi. Endi bizning bu materialimizning yana bir alohidligi, biz bu ders materiallarimizga umumiy butun dunyodagi Uyg'urni bir gavda qilishni maqsad qilishga ham G'arbiy Turkistondagi donliq Uyg'urlarni kirgizamiz, ularning asarlaridan numunalarni kirgizamiz, Sharqiy Turkistondagilarni kirgizamiz. Shunaqa vaqtimizda bizning keyingi avlodlarimiz Uyg'urning faqat Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur emas, G'arbiy Turkistondagi Uyg'urning Uyg'ur ekanligini o'rganib, hammasining o'xshash bir millat ekanligini o'rganib cho'ng bo'ldi. Bu bir masala. Ikkinchi masala til masalasi. 20-asrning boshlarida bo'linish bo'ldi. Bu til tadqiqotchilar hammamiz yaxshi bilamiz. O'rtaq bir til bo'lgan, adabiy til bo'lgan Chag'ataychining bo'linishi bilan birga G'arbiy Turkistonda Sovetlarning til politikasiga moslashgan bir hozirgi zamon Uyg'ur tili shakllandi. G'arbiy Turkistonda, Sharqiy Turkistonda Xitoyning til politikasiga moslashgan va shuning nimasi bilan, siyosati bilan shakllangan bir Uyg'ur tili o'tirg'i chiqdi. Uyg'ur adabiy tili, ha. Eg'iz tilini elib. Bu munosabat bilan keyingi vaqtlarda tadqiqotchilar Qozog'istondagi Uyg'ur tili bilan Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur tilining ikki xil yozma til, ikki xil adabiy til bo'lganligini fikrini o'tirg'i chiqarishga boshladi. Aslida bu nima deganda bizning tilimizning parchalanishining boshlanishi degan gap bu. Men hozir boshqa bir emgak ichida shu idiomlarni tadqiq qilyapman. Idiomlarni tadqiq qilgan vaqtimda shuni his qildim. Qozog'istondagi lug'atlarda idiomlarni bizning eg'iz tilimizda ishlatgan butun idiomlar Qozog'istonda yashab o'tibdi. Lekin bizning vatanimizda chiqqan idiom lug'atlarda bu bizning kunlik turmushimizda ishlatayotgan, biz kichikimizdan boshlab ota-onalarimizdan birga buni o'rganib kelgan idiomlar
lug'atlarimizga elinmagan. Bununla tercüme kılıngan bazı idiomlar var Xitaychadan. Ve lug'at g'azinimiz talışıp menipti da. Men bunu fark ettim. Şununla bizning bundan keyingi bu ders kitaplarındaki tilimiz mi aslında kon yazık bilan yazıp bunu Latin yazıqaga ve Slavyan yazıqaga o'zgartgandan keyin Dilnur xonim bizga buni Qozog'iston markazlik G'arbiy Turkistondagi Uyg'urlarning adabiy tiliga moslashtirib imlosini tuzitib beryapti. Bu aslida o'rtaq so'zlarni qo'g'dash, o'rtaq til ifodalarini qo'g'dash, o'rtaq qimmatni qo'g'dash ve uzoqlashib ketishining oldini olish uchun xizmat qildi. Chunki bu bizning asosiy nupus Sharqiy Turkistonda bo'lgandan keyin Sharqiy Turkistonning ishlatilgan tili bilan yozilgandan keyin buning G'arbiy Turkistondagi Uyg'urlarningki hayotiga kirishi bu so'zlarni ve uzoqlashib ketish xavfiga duch kelgan bir tilning o'rtaq ishlatilishi hamma kishilar tarafidan. Hakikaten til canlıq narsa qayoqqa tassak, qaysi tarafga epmangsak o shu tarafga ketadi. Shuningga bizningki bu yerdagi vazifamiz faqatlamkin maktablarning ehtiyojini qondirish emas, ham tilimizning birligini qo'g'dash, ham adabiyotimizning, ham qimmat qarashimizning birligini qo'g'dash maqsad qilindi. Buni men Subinur xonimning so'ziga qo'shimcha qilaman. Ondan keyin endi oxirgi so'zim sifatida deyishni to'g'ri topganim shu. Bizningki bu ishimiz uzun muddatlik ish. Biz har qancha o'zimizning imkonlarimiz bilan bu ishlarni qilayotgan bo'lsakmi, bizning imkonlarimiz cheklik. Bu o'zining imkoni bilan qilayotganlar aslida shu ishni qilayotganlarning hammasi shunday desak bo'ldi. Vaqtini, zihnini, pulini sarf qilib, masalan rasm desakmi, uningga qog'oz ketadi, bo'yoq ketadi degandek. Kitobni tuzgan bo'lsak, buningga loyihalashga adam ketadi. U ishni biz o'zimiz qila olmaymiz. Texnik ishlarni qila oladigan kishilarga ehtiyojimiz bor. Shunga o'xshash iqtisod ketadi. Va bu nihoyatda ko'p material, 5 yil ichida tutib chiqishi planlangan ko'p material. Shunga buni iqtisod ketadi. Undan keyin fidoilar ketadi. Ehtiyojimiz bor. Bo'libmi shu tahrirlik xizmatini qildigan, undan keyin loyihalash ishlarini qildigan fidoilarga ehtiyojimiz bor. Bizga yordamlashishni xohlaydigan Uyg'urlar uchun bir ish qilishni o'ylab, hech ish qilolmadim, qo'limdan hech ish kelmadi deb o'zini shuni o'zi yegidek bo'lib turayotgan nurg'un insonlarimiz bor deb o'ylayman men. Bularni biz aslida sepimizga qo'shishni xohlaymiz. Ishimiz uchuq, biz bilan hamkorlashishni xohlaydigan kishilar bo'lsa, fidokorlik qilishni xohlaydigan, biz bilan aloqalashsa, biz bunga nihoyatda xushal bo'lamiz. Va bu hozirgacha qilingan ishlar ichida vaqtini, pulini, zihnini sarf qilib emgak qilgan, mehnat qilgan bütün shu guruhdagi kishilarga, qizlarga, yigitlarga, o'qituvchilarga bir tashkilot sifati bilan Uyg'ur akademiyasiga, Dunyo Uyg'ur qurultoyiga men haqiqatan chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Men qachon bir narsa talab qilsam, bundaq narsani yozib bering yoki tahrirlab bering, sizib bering va yoki loyihalab bering, hamma ishini tashlab qo'yib, shu bu projekt vaqtida pishsin deb eng muhim xizmat sifatida shu ishni qo'lga olib, kechasi uxlamay, kunduzi u ishlayotgan yerdagi vazifalarni qilish majburiy. Uni oqsitishga mumkinchiligi yo'q. O'ziniki uyqusidan voz kechib, boshqa shaxsiy ishlaridan, boshqa tadqiqotlardan voz kechib, shu ishga ko'ngil bo'lib, vaqtida qilib keldi va shu munosabat bilan hozirgacha biz shunchalik yo'l ola oldik. Shuning uchun hammasiga ayrim chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Endi bu rahmatimni balkim hozir men aytyapman, keyingi yillarda balki bizning xalqimiz aytadi, yoshlarimiz aytadi, keyin vatanimiz qurilsa,
balkim bir vatanimiz bu kishilarimizning maydasiga gul taqaydi deb o'ylayman. Köp rahmet. Köp rahmet. Rayle malum hakikaten ait qo'shim chiqargan gapingizga men qoyil bo'ldim men. Chunki bizda hech qachon bundaq ikki taraf butun dunyodagi Uyg'urlar bo'lib, G'arbiy Turkistondagi Uyg'urlarni birlashtiradigan imkoniyat bo'lmadi. Biz o'zimiz mustaqil bo'lmagandan keyin sizib bergan siziqlarning ichidan chiqolmagan bo'lgandan keyin paloyat bizning bundaq bir olimimiz borki degan gapni hech bir zaman delamadik vatanning ichida turib. Bağlanımı, hatta üyedikilerimi hakikaten halkımıza yetkiziştimi qiynaldık. Şunun için hem de bu proje siz degan söz faqat şu til edebiyat derslik tuzishli emas, keng ma'nodan aytgan vaqtida, uzoqni ko'zlagan vaqtida mush xalqni birlashtirish, hakikaten o'rtaq bir dunyoning hamma yerida yashaydigan Uyg'urlarni o'z ichiga olgan cho'ng bir xizmatning bo'lib atganligini men yana bir qatim his qildim. Siz ko'p rahmat aytaman shaxsiy nomimdan, Uyg'ur akademiyasi nomidan ve çokum bunu anlayan Uygurlarmı hayacanlanan buluşu mümkün. Bundaq işini tuncu ettim hem de şu anıtıl derslik kitabı tüzüş grup tarafından tilgeylenip şu gayeninki emelge eşi hem de Uygur halkının bir bəxti bir bularınki bir nemiz şansı dep oyladım hazır. Köp rahmet. Başka qo'shimcha qiladigan Dilnur xonim siz bilan davom qilaylik. Rahmet. Hazır Rayla Hanım yürekten çıkan sözlerini etti. Biz hemimiz şununla ma'qul bo'lyapmiz, shuni qabul qilyapmiz. Demisimi bu akademiya a'zolari mishada o'tirib hozir ishlayotgan ve qurultayning ma'rif komitetimi kutyapti bu bizniki qilayotgan ishimizni ular kutyapti, nima ish qilyapti deb biz shularga hisobot beramiz deb necha vaqtdan yog'i Rayla xonim bilan ishimiz o'ylashtirgan qandaq formada biz hisobot bersak, shu bizning qilayotgan ishimizni tushunsa, shu bizga qo'shilsa, biz bilan birga shu ishlarni davomlashtirsa deb o'ylagandik. Mana bugungi bu suhbatimiz xalqimiz uchun, shu bizni kutayotgan mutaxassislar uchun nayta bir cho'ng biz cho'ng bir hisobot beryapmiz, birinchi hisobotimizni beryapmiz deb o'ylayman. Bu hammamiz kutgan, men o'zim shu ishning ichida turib, yana men kutgandim, natijamiz bu ishimizdan qanchalik bo'ladi deb. Hozir qarsam bizningki qilayotgan ishimiz nayta cho'nkan, endi bo'libmi 3-4 yilda tugatamiz deb o'ylayapmiz. Shundoq bo'lsin, chunki xalq kutyapti. Birinchi kitobinglar qachon chiqadi, ikkinchi kitobinglar qachon chiqadi deb mendan bu so'raydi. Endi ikkinchidan biz o'z vaqtimiz hozir Gulnar xonim aytdi, oy ajab hayajonlanib ketyapman. Rayla xonim aytdi, bizning tilimiz hozir biz mushu kichik gruppa bilan shuncha cho'ng millatninki xalqning tilini yo'qotmaslik uchun shu biz hassa qo'shyapmiz hamda bu tilimiz yo'qolmaydi deb o'ylayman. Chunki o'z vaqtida shu 90-yillarda bizningki Qozog'istondagi Uyg'urshunoslik institutiga vatanimizdan olimlar kelib, Hamid Tömür, Mirsulton Osmonov, shulardan burun yana cho'ng olimlar kelib, shu Uyg'ur tilimizningki reformasini o'ylab ketgan. Shu yaqinlashtirish masalalarini qo'yib, o'ylashtirib, shu biroqda uningki oxiri chiqmadi, chunki bizningki cho'nglarimiz ketib qoldi bu dunyodan. Lekin shu ishlarni davom qilishga bizningki fursatimiz bo'lmadi. Chunki vatanimizning ahvoli bunday bo'lgandan endi mushu yerda o'tirib biz jiroqda bo'lsa-mu, yerim kechida bo'lsa-mu o'tirib shu vatanning ahvolini ya shuningda tilimizningki o'zimizning ona tilimizningki ahvolini, taqdirini o'ylab, shu reforma qilib yaqinlashtirish masalalarini yana ikkinchi bir bosqichda shunday ilmiy bir
mavzuda yana ko'rishimiz deb o'ylayman. Birinchi bosqichimiz mushu darsliklarni tayyorlab berish, bizniki xalqimizni mushu qilayotgan ishga jalb qilish deb o'ylayman. Abaya o'zaro suhbat qilganda mushuni xalqimizga tushundirsak, balki shularning ichidami bizga yordam qiladigan, bizga ma'naviy jihatdan, moddiy jihatdan yordam qiladigan xalqimiz tayyor turadi deb o'ylab qoldik. Shuningga ishonamiz. Rahmat. Albatta biz xalqimizga ishonib bu yo'lga chiqdik hamda. Siz nait kamtarlik bilan biz xalqimizga hesab beryapmiz dedingiz. Haqiqatan ziyolilarninki vazifasi eg'ir xalq oldida olgan bilimimizni xalqimiz uchun xizmat qildirishimiz kerak. Bu nait cho'ng bir yukning ostida hamda hozir. Çünkü bunun maddi, manevi jihatdan ham biz yetişken bir grup xadim bilan özümüzün qo'ldan keladigan, qila oladigan yerga chiqa olamiz. Ama ba'zi narsalarda hamda masalan moddiy jihatdagi ba'zi qiyinchiliklarni hammamiz bilamiz. Moddiy jihatdan yeterli bir manba bo'lmay turib, hamda bu kitoblar tayyorlangan taqdirda hamda besilmay qelishi mumkin. Balalarimizning qo'liga tegmay qelishi mumkin. Hamda bu jihatdan biz ta birinci programdan tatip akademiya xalqimizga murojaat qildi. Tunji qitim hamda moddiy jihatdan mundaq ishlarni qilyapmiz. Bizga hamda ma'naviy jihatdan va moddiy jihatdan yordaminglarga ehtiyojimiz bor, qo'llab-quvvatlashinglarga ehtiyojimiz bor deb shu murojaatnomani chiqardik. Hamda bu bizningki nimalarni qilayotganligimiz bilan munosabatlik yana bir muhim projektimiz bugungi bu suhbatning temasi. Men xalqimizga ishonaman. Rahmat sizga Dilnur xanım. Rahmatlar. Gülnar xanımdan anglaylı hamda axirgi sözüm. Rahmat. Bayamdan beri shu darslik materiallarni qandaq tuzduq, nima uchun tuzduq degan to'g'risida aytdi, keng doirada suhbatlashdik. Yanala yig'ib kelsak, asos maqsadimiz adabiy o'rtaq tilimizni cho'rdigan asosda tilimizni saqlab qolish. Chunki til bir madaniyatning jon tomiri. Tilimiz yo'qolsa millat yo'qolibdi deb o'ylasak bo'ldi. Shunga hozir biz ma'ning qirig'i kelib, dengizga tushib ketyapti deyotgan bir madaniyatni asta tatib ekilib maynaga yana tirildirimiz, jonlandirimiz, anadaki mustaqil bo'lamiz deyapmiz. Men buni burunmi deb o'tdim. Masalan, bir davlatmi quriladi, taraqqiy qiladi, oxir zamonlikqa yuzlanadi. U mangu yashab turmaydi. Tarixdan bu yan bo'lgan ishlar bu. Endi Alloh xolsa bizning mustaqil bo'lgan kunimiz keladi. Allohdan umid kesilmas debdikan. Shunga biz shu mustaqil bo'lib, o'zimizning ma'rifini o'zimiz qo'limizga olg'icha shu darslik materiallarimizni tayyor qilib, biz o'zimizni tayyor qilib turishimiz kerak-da. Ma'lum bir davlat yoki bir kuchli bir o'rinlar bizga qurib bermaydi u davlatni. Biz o'zimiz kuchab, o'zimiz tayyor bo'lgan chaqda ananiki har jihatdan bir vaqti soati keladi deb o'ylayman men shaxsan. Shunga shu vaqti soat kelguncha biz hamda hammamiz o'zimizning qo'lidan keladigan bir ishni vatan uchun, millat uchun qilishimiz zarur. Kuchi bala kuch chiqaradi, zehni bala zehn chiqaradi albatta. Hammamiz kuch chiqarsak, bir yoqidan bosh chiqarsak, menimcha bu biz qila olamiz, qila olmaydigan ish yo'q. Alloh izni bersin. Kuchsak qila olamiz. Hamda mush qisqagina bir yilmi bo'lmadi texay mana 2022 yil 1-oyning 15 boshlagan bu proyektni. Hozir mana 11-oyga 6 bo'ldi bugun. Yil oxirigacha biz shunchalik ko'p materiallarni tayyorladik. Gruppidagilarga, shu yosh shu gruppada ishlayotgan yoshlarga men chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Asos ishni yanalam shu Rayla xonimning yetakchiligida shu yoshlar qilyapti-da. Andan keyin bizga kelgan chaqda masalan men faqat to'pidan ko'riktorligini lam qilib beryapman. Ammo yana bir nuqta mishada ta'kidlab qo'ydiganim nurg'un boyama singillarimiz deb o'tdi. Nurg'un shaxslar nomidan chiqayotgan ilmiy kitoblari, o'qishli kitoblar chiqyapti. Albatta ular chiqish kerak. Lekin mavu biz bir guruhga odam oldi bilan buni bir loyihali bilib, undan keyin hammamiz guruhida vazifani olgandan keyin buni ishlab bo'lgandan keyin uni to'pidan yana ko'rib, mutaxassislar ko'rib, mana baholab bekityapti-da bo'lmagan yerlarni yana uyg'un bo'lmagan yerlarni chiqarib etib degandek. Shundoq bu qatlam
sübət tekşürüşüdünmü ütüvatıdı. Elbette bizden seviyemiz çeklik hem de biz o mesela ustazlarımızı seliştirip ötken çağda bizde bir üzükçilik, ağır bir üzükçilik var. Çoğlar çoğup o dünyaya ketdi. Yaşladın. Bu aldığım kettim dedim. Bu ictimai fen sahası, iqtisadi ünüm hasıl kılmaydıgan. Fakat ictimai ünüm hasıl kıldıgan. Lekin ictimai ünüm nayıtı mühim bir devlet bolup turuşta. Muştaq bir kesip boğaşqa biz hazır iqtisad can beqişinin koyuğum çüp ketdik musafirçilikta. Lekin muşunun içinden yani vaqtın için vaqt çıkarıp bu işni qısak. Ondan yani şu bütün xalqimizga müracaat bir stakan kahve, bir piyala çayның bu pulu bolsunmu iqtisadiyyatdan yordam qilsak, nemishqa degan chaqda hozir biz buni albatta yana nurg'un shundaq bir tadqiqot turlarini tasdiqlaydigan, masalan, qo'llaydigan, masalan, xatar ichida qolgan tillar deydigan shu dunyoviy xarakterlik nimalar bor, organlar bor. Endi biz ularga buni bir projekt sifatida bir iltimos qilib tadqiqot turi yo'llash uchun oldin bilan qo'limizda bir oz qilgan ishimiz bo'lishi kerak. Biz manchilik ishlarni munchalik odam kuchi bilan, munchalik vaqt sarf qilib, manchilik iqtisod bilan chiqadik. Endi bizning planimiz, uzun yillik planimiz ma'vu. Buni qo'lga keltirish uchun buni yana mandaq ishlarga ehtiyojimiz bor. Bizga manchilik pul ketadi, manchilik odam kuchi ketadi deb bir proposal deymiz, ham tadqiqot plani loyihasini yozib sunsak, ularni boshda bir qilgan ozroq ishimizni ko'rsa, bu ahamiyatli ish qilib o'tibdi, bir madaniyatni qutuldirib qolish uchun munchilik ishlarni shundoq fidoilarcha qilibdi bular. Bunun bir aldığını körerlik bir yaxshi tadqiqot turi ekan bu. Biz bunu qo'llasak bo'g'dak deb iqtisod jihatdan yordam berdi. Ammo biz shu yerga borguncha ma orliqda bir iqtisod uzukchiligi bo'lyapti-da. Biz hozir bir qism materiallar tayyor bo'ldi. Buni nashrdan chiqarishimiz kerak. Bu nashrdan chiqarish uchun nima ketadi? Iqtisod ketadi. Endi biz kecham kunduz vaqtimizni chiqarib shu zehniy kuchini, vaqtini sarf qilayotganlar bor. Endi u vaqtmi iqtisod amaliyotda masalan bu ishni qilmayman soatiga bir soatlik bir ish qilib jenimni boqaychi turmushimni yaxshilay desakmi bo'ladi. Lekin bizning yuragimizda millat sevgisi, vatan sevgisi bor. Millatimning beshida o't kuyayotgan chog'da men o'zimni millatga atayolmasam, men o'zimni Uyg'ur demasam bo'ldi. Bu shundoq bir ruh bilan hammamiz o'rtaq kuch chiqarsak, menimcha millatimizning kelgusi yanada parlaq. Rahmat sizlarga. Ko'p rahmat. Rahmat. Sübeynoor. Sizning yurak so'zingizni anglab boqaylik. Men shu oxirida men shu projektning ichida ishlayotgan bo'lg'achqamda bu projektninki qanchalik odamlarninki jafosi bilan o'tirg'i chiqayotganligini ham Uyg'ur akademiyasininki ham Raila xonimning qanchalik jafo qilayotganligini men ko'rib turyapman. Shunga endi bu nima projektni mush qilayotgan vaqtimizda menmo xalqimizga yana o'xshash shu chaqiriqni qilmoqchi. Qanchalik bo'lsa moddiy, ma'naviy yordamga ehtiyojimiz bor deb o'ylayman. Yana birisi bu agarda shu kitoblarimiz chiqib nima qilib bo'lgandan keyin butun shu Uyg'ur o'qituvchilarning qo'llashiga ehtiyojimiz bo'ladi deb o'ylayman. Cho'qim shu mushunchalar odamninki, shu tashkilotlarninki qilgan emgaklariga tushliq bir javob elinsa, shu o'qituvchilarning qo'llab-quvvatlab shu dars kitoblarini ishlatib shu bolalarninki ona til tarbiyasida bir kuch chiqas ekan deb o'ylayman. Rahmat. 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 Lale. Mening deydiganim endi boshda men shu taklif kelishdan burun menga anglatgan degan azroq bu bir guruh ishi deb. Endi men psixologiyada o'qigandan keyin o'ylaymanda, haqiqatan bir ikki odamning bir yerga kelib chiqishi oson ish emas-ku. Endi bu proyektda har davlatdan, har shahardan shunda qimmatli ustozlar va nurg'un fidokorlar endi bir yerda o'rtaq bir maqsadda, o'rtaq bir nishonda mushunchalik cho'ng bir ishni qilmoq haqiqatan oson emas. Bek sistemalik qilayotgan bir projekt ekan bu. Buningga menga bir kishilik yerni berganlik uchun haqiqatan bek xursandman. Ko'p rahmat aytaman. Inshaalloh barliq qadrli ustozlar va
Hammalarning arzu armanlarının ro'yobga chiqishini chin ko'nglimdan umid qilaman va Allohdan tilayman. Ko'p rahmat. Köp rahmet, hammanglarga rahmet. Mayli bir savol kelibdi. Uyghur Akademiyasiga ayrim bu projektga ayrim i'ona qilish kerakmi deb. Undaq emas endi agar i'ona qilishni xohlaganlar o'sha ana til projekti deb eskartib qo'ysanglar bo'ldi. Bo'lmasa akademiyaga kelgan i'onalarni biz o'quvchilarning burs ishlariga, o'quvchilarga o'qish puli, undan keyin mushunga o'xshash projektlarga doim birsi sarf qilamiz. Ayrım Uyghur Akademiyasiga ayrim, bunun ayrim emas. Onu billa deb o'ylayman men. Uyghur Akademiyasi qilsanglar, mushunga ayrıldı. Ko'p rahmat hammanglarga. Mahbrat ma'lum, agar vaqtimiz bo'lsa, men bir 2 minut bir tushuncha bersam. Ma'qul. Ma'lum Subinur muallimning degan gapiga qo'shimcha qilmoqchiman. Maktablardagi o'qituvchilar qo'llab bersa dedi. Haqiqatan buni hozirdan boshlab xabar bo'lsin deb demoqchiman. Biz bu materiallarni besib chiqargandan keyin birinchi nusxasi sotilmaydi. Bundan keyingi nusxalar sotilamdi, u keyingi masala endi. Birinchi nusxa bekarlik berimizmi ha? Biz demoqchi bo'lsiz ha? Maktablarga avatimiz buni. Avatgandan keyin muallimlar buni ko'rib, agar mumkin bo'lsa, ishlatib beqib, ondan keyin bizga bir nima bo'lsa fikrni bildirsa, biz shuning asosan qaytadan yana tuzitimiz buni. Tuzitib, endi rasmiy nusxasi ikkinchi bosqichi bo'ldi endi, ikkinchi besimi. Rasmiy nusxasi bo'ldi, ikkinchi nashri. Buni hozir degan bo'laylik, agar o'qituvchilar ko'rsa bu bizning yig'inimizni, xabar bo'lsa, buningmi bir ideya jihatdan tayyorligi bo'lsa deb o'ylayman. Chunki bu materiallarni andan keyin biz Istanbulda bostiramiz. Bostirgandan keyin Yevropadagi va boshqa har qaysi joylardagi maktablarga avatish uchun albatta unga ixtisob ketadi endi. Buni avatgandan keyin ularning fikrini olamiz. Shu munosabat bilan Subinur muallim abam shuni dedi, o'qituvchilarning nimasini qo'llashni talab qilamiz deb. Bu shu maqsad bilan deyilgan gap. Köp rahmet. Nayet mühim uçurun yanı birini bədiniz. Hakikaten bu hem de bütün okutquchilarning fikrini elip, millet hammasi birga kelib qilgan bir darslik oldu hem de neticede. Bunun dastlabki nusxasini maktablarga taqitib, o'qituvchilarga berib, ularning fikrini elib, tuzitish kerak bo'lgan yerlarni tuzitib, undan keyin ikkinchi qitimdan tortib, uni rasmiy kitob bo'lib, nashrdan chiqadi dedingiz. Ko'p rahmat. Mushu hamda to'g'risi mushu. To'g'risi mushu. Hammanglarga rahmat. Hamda vaqt e'tibori bilan programmamizni mishada oyoqlashtiramiz. Hamda qadrli yurtdoshlar, biz yuqorida Uyghur Akademiyasining Uyghur ana tili darslik tuzish projekti bilan qisqacha tanishib chiqdik. Etnik qirg'inchilik uchrayotgan bizga o'xshash bir millatning saq qolgan har bir a'zosi butun kuchi bilan bu millatni saqlab qolishga kuch qo'shish kerak. Buni ustozlarimiz deb o'tib ketdi abaytin. Bu niyat qilinadigan ishlarning eng beshidan ana tilni qo'g'dash va ana tilda ma'rif tuzilmasini qurib chiqish xizmati keladi. Şuna diasporadagi Uyg'urlar tarafidan balkim tunji qitim angladinglar, ama shundaq mutaxassislar birga kelib til adabiyot darsi tuzish ishini vujudga chiqyotidi. Xudoyim bursa natijasi chiqadi buning hamda. Maqsadimiz xalqimizga foydali bu xizmatni sizlarga tanishtirishdi bugun. Umidimizni saqlab qolish, buni hamda tanishtirishning maqsadi, mushta ishlarning qilinayotganligini xalqimizga deyishning maqsadi, mushunda ishlarni qilishning maqsadi ümidimizi saqlab qilish endi. Eng oxirgi ümidimiz, g'oyamiz Xudoyim bersa o'zimizning vatanimizda, o'zimizning tilimizda milliy ma'rifimizni turg'izish. Bu ulug'vor yo'lda ham chiqilgan safarda garchi otlar bek o'riq, ama menzilga yetish umidimiz va shijoatimiz urg'ib turibdi. Sizlarni ko'rdinglar. Hammanglarga ko'p rahmat. Keyingi qitim programda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat, xayr xo'sh. Sizga rahmat Mahbrat muallim.